toylar bilan birgalikda prizlar muborak bo'lsin deb. Agar yoshliklarimizdan bor bo'lsa, kelib to'yimizni bir duosini berib ketsak, keyin yana talablarga gunoh biriktirib qo'shib bo'ladi. Aziz mehmonlarimiz, mana shu bilan bugungi kechamizni oxiriga yakunlar ekanmiz. Shu kanadan hurmatli prezidentlarga aziz qarindosh urug'larimiz yakunlarimiz. Kelgan mehmonlarimizga katta rahmatlar aytar ekanmiz. Kelin kuyovlarimiz uchun kelib bir duo berib ketsalaringiz. Marhamat. Duo olgan omondir. Qariqish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yoqin bilan yer ko'karar deganlar ekanmiz. Kelin kuyovlarimiz uchun bir duo bersangiz. Bugün İstanbul oilasiga oilasini qilgan quda-qudachaliklar 1000 yillik bo'lsin deb niyat qilamiz. Mana bugun Oshir akamizga Oynaxon yangamizni farzandlari, bugun Nurxon akamizga Zamiraxon yakamizning farzandlari kelin kuyov bo'ldilar. Nasib bo'lsa, sizlar kabi ona ota bo'lsin, sizlarning yoshlaringizga yetib yursin. Momo bobolarning duolarini olib, nabira kelinlari muborak bo'lsin deb tabriklaymiz. Kelgan mehmonlarimiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Bugun to'yimizda xizmatda bo'lgan barcha xizmatkor yigitlarimiz, akalarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin deb bugungi to'yimizni yakunlaymiz. Musurmankuljon muloqot bilan baxtli yashang, baxtli hayotingizning baxtli kelin-kuyovlari bo'lingizlar deb niyat qilamiz. Kelgan mehmonlarimiz kelganlaringiz uchun rahmatlar aytamiz. Tuningiz xayrli o'tsin, yaxshi dam olingizlar dilerkamiz. Sizlar uchun xizmatda bo'lgan Shabahronjon Umbari hamda kamerada xizmatda bo'lgan yigitlarimiz, qizlarimiz bilan Kamoljon sog' bo'ling, omon bo'ling, ishlaringizga baraka deb to'yimizni yakunlayver ekanmiz. Soyingizning ortingdan ergashgan, yostigingman dardlaring dardlashgan, dikdirman to'ylaring o'tkazgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tuningiz xayrli o'tsin, yaxshi dam oling. Bugungi kechamizni asosiy sababkorlari Musurmankuljon muloqot bilan baxtli bo'ling. Mana shu darada akalarimiz, opalarimizni hurmat uchun
Alkışlar.